hidlashning o'zi davo. Assalomu alaykum go'zallarimiz. Oshxonamiz go'zallar bilan yana ham go'zallikka burkandi. Bizni xalqimizning sog'lig'iga qayg'uruvchi mutaxassislarimiz Sevara xonim Amirqulova hamda Dilorom Ne'matova xush ko'rdik. Bugungi tashrifingiz muxlislarimizni jigarlari yana ham sog'lom bo'lishiga xizmat qiladi. Albatta. O'zi jigar shunday a'zoki, xastalanganini bildirmaydi deyishadi. Albatta. Buni alomatlari baribir nimalardadir ayon bo'ladi. O'zi inson qanday holatlarda bunga e'tiborli bo'lish kerak va jigarni doimiy sog'lom ushlab turish uchun qanday tavsiyalarga amal qilishi kerak? Albatta, jigar kasalliklari o'zi umuman jigarimizda ikkitagina nerv tolasi bor xolos. Bu og'riq sezdirmaydi, qachonki sirroz yoki subsirroz holatigacha. Faqatgina kattalashganda ozgina o'ng tomonda biqinimizda og'riq berishi mumkin. Biz nimaga e'tiborli bo'lamiz? Jigar organimiz tanamizni 12 ta tizimini boshqaradi. Asosan jigar zararlanganda 12-tizim teriga nagruzka tushadi, bosim tushadi va tanamizdagi turli xil toshmalar, ugrilar уже paydo bo'ldimi, biz ichaklardan emas, jigardan qidirishimiz kerak. Tushunarli. Demak, bizni jigarlarimizni sog'lom qiluvchi, xursand qiluvchi qanaqadir damlama tayyorlanadi hozir, to'g'rimi? 25 xil giyohdan tayyorlangan, asosan o'sha organizmda jigar, buyrak, oshqozon, ichaklarga, o'tga davolash uchun moslangan bu giyohim 25 xil giyohni aralashtirib tayyorlaganman. Jigar uchun foydali giyohlarimiz rosa ko'p. Hattoki o'sha gepatit A, B, C turlarini, jigar sirrozini, jigar saratonini ham bizda hozir tabobatda davolasa bo'ladi, davolab beramiz. Tabobat asosan hujayrani tiklash uchun qurilgan. Hujayra tiklanganda asosan gepatoprotektorlar, jigar hujayralari tiklanganda organizm o'zini qayta tiklay oladi. Shuning uchun ham Sarvinoz-xonni giyohlari bilan bemalol gepatit turlarida ham lecheniya qilsak bo'ladi, yechim bera olamiz. Albatta, muhimi mana bizda ham tabibamiz, ham shifokorimiz birgalikda maslahat berishyapti. Buni boisi esa bir tomonlama emas, ikki tomonlama tuzatishga harakat qilishadi. Tabobatdan ham meditsinani birgalikda olib boriladi. Har bitta bemorimizni o'rganib chiqib, organizmini holatini, kasalligidan kelib chiqib, ham meditsina tomonidan, ham tabobat tomonidan yondashib, alohida ularga lecheniya qilamiz. Mana hozir ko'rib turibman, bu yerda ham anchagina o'sha insonlar uchun kerakli bo'lgan mahsulotlar bor va mana biz tayyorlagan damlama tarkibida qanday dorivor giyohlar bor? Bu damlamam tarkibida jigar uchun foydali bo'ladigan barcha, masalan, besimetnik, kalendula, adovanchikda ildizi, guli, tomiri, rastropsha kabi, keyin zarpichak, bu ham jigar uchun rosa zo'r. Rastropshan guli, hamma biladi, o'z xalqimiz ham artishok, kardamon choy, zafaron, undan tashqari tog' rayhoni, juda ko'p giyohlarni aralashtirib bitgani siz uchun foyda. Butun organizm, soch uchidan oyoq uchigacha organizmni davolab, tozalab beradi. Ko'k choy ham qo'shganman, tabga ko'ra qora choy ham qo'shib, buni kunli foydali choy o'rniga iste'mol qilib yursa ham bo'ladi. Demak, buning hech qanaqa nojo'ya ta'sirlari yo'q biz uchun. Insonni jigari sog'lom bo'lsa, u hech qachon kasal bo'lmaydi. Jigar hamma organi kasal bo'lishiga o'sha sabab bo'ladi. Biz har doim filtrlab organizmni, qonni tozalab beradi. Qonimiz toza bo'lsa, biz hech qanaqa kosmetologga borishimiz hojati yo'q. Aynan shuni aytmoqchi edim. Ko'pincha jigar kasalliklarida yuzda dog'lar paydo bo'ladi va orqa yelka qismlarida qora dog'lar paydo bo'ladi deyishadi. Demak, bu ishoralardan biz xavotirga tushsak bo'ladi. Shunaqa, masalan, psoriaz, ekzema, har xil zamburug'li kasalliklar ham shu jigar yaxshi ishlamagandan, jigarga zarar yetgandan kelib chiqadi. Hozir bizda ko'p masalan tabletkalar, ximikat dorilar iste'mol qilishdan ham, parazitlardan ham jigarimizga zarar yetib qoladi. Bizda birinchi bo'lib ichki organizmimizni, qonimizni, jigarimizni tozalashdan boshlashimiz kerak. Oddiy bosh og'riq tabletkasini ham ichidagi toksinlari intoksikatsiya nazariyasi bo'yicha jigarda 24% qoladi. Men hali kola, Fanta, Pepsi ular haqida gapirmadingiz. Haqida gapirmadim. Shunchaki bosh og'rig'ida ichadigan dorilarimiz. Shuning uchun jigar har doim toza bo'lishi kerak. Bu damlamani biz necha mahal, qay paytlarda ichganimiz qulay bo'ladi? Buni damlab qo'yib, kun davomida choy o'rniga iste'mol qilib yursa ham bo'ladi. Aynan bir me'yori belgilanmagan. Me'yori umuman giyohlarning o'z zarari yo'q. Men bu damlamalarni mana shunaqa kukun ko'rinishga ham keltirib, mijozlarga qulay qilib ham qo'ygansiz. Qattiq aralashtirib ham shunaqa ko'rinishda damlab ichsalar ham bo'ladi.
bemalol ijtimoiy tarmoqlarga murojaat qilsangiz bo'ladi va omon muxlislari uchun yana ham qo'llab-quvvatlovlar bo'ladi. Maslahatlar beramiz. Jigar kasalliklarini aslida o'zi xalqimizda shunday fikr bor, davolab bo'lmaydi deb o'ylashadi. Yo'q, lekin jigardagi har qanday saratonni ham davolab bersa bo'ladi. Hujayra tiklansa, inson organi xuddi qayta tug'ilgandek holatga keladi. Yosh bolalar ham ichishi mumkinmi? Yosh bolalar ham ichishi mumkin. Keyin ko'plarda o'timda tosh bor deydi. O'tni toshini davolashdan oldin biz jigarni davolashimiz kerak. Chunki jigarda yog' bosadi. Yog' bosgani hisobiga o'tni siqib qo'yadi. Hazm yaxshi bo'lmaydi. O'tni siqib qo'ygan hisobiga o't og'zi qayrilgandan keyin ichiga tosh yig'ishni boshlaydi. Bir-biriga aloqador. Tosh yig'ishni boshlaydi. Biz hech qachon jigarimizni lichina qilmasdan, jigar yog'larini eritib, hazmlarimizni yaxshilamasdan o'timiz toshini tushirishga harakat qilmasligimiz kerak. O't, oshqozon, jigar bir-biriga bog'liq organlar. Bularni har doim birgalikda lichina qilishimiz kerak. Albatta, jigar o'zi tozalay olmagan xolesterinni, qattiq holatdagi xolesterinni o't qopiga yo'naltiradi va o't qopidagi qumlar o'sha xolesterin bilan birlashib o't qopidagi toshni keltirib chiqaradi. Anchagina bilimlarni olyapmiz. Yana keyingi paytda juda ham ko'p qulog'imizga chalinyapti. Bizning aziz muxlislarimiz bu borada bizga savollar ham qoldirishgan. Ya'ni jigarini yog' bosibdi. Jiravoi gepatoz, jigarda yog' bosibdi. Bu juda muammoli holatmi? Tashvishga tushish kerakmi? Mana ko'plar ozolmayapman deydi. Ular faqat ozishga harakat qilishadi, ozish uchun mahsulotlar tushadi, lekin jigarni yog'ini eritishga harakat qilishmaydi. Jigarni birinchi o'ringa yog' qoplagandan keyin semirish, qorin kattalash holatlari kelib chiqadi. O'zimni bemorlarimda juda ham ko'p jiravoi gepatoz, ya'ni jigar yog' bosishi 18 gacha, lekin bir oyga qolmay o'sha yog'lar kichrayib 5 daraja. Sizni tavsiyalaringiz bilan shunday natija kuzatilgan. Giyohlarimdan Aynan jigar uchun qilingan giyohimiz tarkibida advanchik ildizidan olinadigan kukurbutotsid moddasi bor. Bu modda xuddi machalka qanday sovun ko'pirtirib tozalagan bo'lsa, xuddi shunaqa jigarimizni tozalaydi. Jigar kapsulasi atrofidagi yog'i tozalab beradi. Va bundan tashqari jigar kasalliklari deganda albatta gepatit bizni ko'z oldimizga keladi va ko'pchilik emlangan holatda ham ba'zan yuqtirib olish holatlari yuzaga keladi va bu agar og'ir oqibatlarga olib keladigan bo'lsa, og'ir formasi yuqtirilsa, inson hayotiga xavf tug'diradi juda katta. O'zi u qanday yo'llar bilan yuqadi? Biz qanday ehtiyot bo'lishimiz kerak bu borada? Gepatit asosan qon orqali yuqadi va zararlangan erkak insondan ayol kishiga yuqish ehtimoli bor. Aynan C va B kategoriyasi uchun. Gepatitlar o'zi jigar hujayralarini yallig'lanishi. Tushunarli. Demak, bu tavsiyalarga amal qilinsa, tabibamiz va shifokorimiz aytgan maslahatlarni o'z vaqtida bajarib borsangiz, jigaringiz oynadek toza, go'zal, yarqirab turadi. Yuzlaringiz ham. Yuzlarimiz ham turadi. Insonni har doim immunitetimizni mustahkam qilishga harakat qilishimiz kerak. Bolalarimizda ham, o'zimizda ham immunitetimiz kuchli bo'lsa, bizga hech qanaqa kasallik ham, balki hozir har xil gaplar yuribdi, viruslar ham bizdan yiroq yuradi. Bizdan yiroqda bo'ladi, bizni shunday chetlab o'tib ketadi. Rahmat. Hammani sog'lig'ini o'ylayapsiz. Siz ham sog' salomat bo'ling. Bugungi ishtirok uchun, muhim tavsiyalar uchun sizga tashakkur aytamiz. Xush kelibsiz. Tavsiyalar yodingizdan chiqmasin. Ruslanbek, sizni ham bizga aytar so'zingiz bor menimcha.